Allohni haqiqiy tanigan inson bu dunyoda baxt saodatli, pokiza hayot kechiradi. Hamma holatda Allohga qaytib orom oladi. Odam alayhissalom daraxt mevasidan yeganlaridan keyin Allohga osiy bo'lganlarni angladilar. Va shu zahoti o'ng chap tomonga yugurib, daraxt barglari bilan o'zlarini uradilar. Alloh taolo: "Ey odam, mendan qochyapsanmi?" deb xitob qilganida, Odam alayhissalom: "Yo'q, ey Robbim, sendan hayo qilyapman" deb aytdilar. Allohni haqiqiy tanigan inson Allohdan haqiqiy hayo qiladi. Ibrohim alayhissalom Allohning xolili, odamlar u kishiga qattiq aziyat berdilar. Hatto otalari, eng yaqin qarindoshlari ham u kishiga qarshi bo'ldi. Ibrohim alayhissalom o'z o'lkalarini tashlab ketdilar. Kim tomon ketdilar? Men Robbim tomon hijrat qildim deb Alloh buyurgan tomonga yo'l oldilar. Dunyodagi eng afzal amal gunohdan uzoq bo'lib, farz vojiblarni bajarish. Ma'siyat zulmatidan iymon nuriga chiqish. Ana shu eng katta hijrat.